Saxovat aka, men shunaqa o'ylardimki, hammaga yaxshi gapirsangiz, hammaga yaxshi qilsangiz, hamma sizni yaxshi ko'radi, hech qachon dushmaningiz bo'lmaydi. Shunaqa yaxshi bo'ladi hayot deb o'ylardim-da. Borgan sayin bu fikrimdan qaytib boryapman. Shu hayotda do'st va dushman degan ibora bu avvaldan bo'lib kelgan narsa ekan va davom etaverar ekan. Sizning fikrlaringiz bu borada? Va O'zbekistonda eng ko'p ulfati bor odamlar. Lekin ulfatim ko'p dedi. Nimaga deganda xarakterim shunaqada, menga so'rab o'tiringlar, sen kimsan? To'g'ri kelgan joyda to'g'ri kelgan odam bilan o'tirib gaplashib ketaveraman. Lekin ular do'st emas, ular ulfat bo'ladi ular. Men o'ylab qarasam hozir o'zi eng katta, eng zo'r do'stim mana she'rim, kitoblar ekan. Bitta do'stlarim bor, doimiy suhbatlashib o'tiradi. Bilasizmi? Inson qanchalik maydaroq ishlar bilan shug'ullansangiz, mayda ish bilan, shuncha do'stingiz ko'p bo'ladi. Bilasizmi? Qaysi sohada bo'lmang, sal yuqorilagan saringiz do'stingiz kamayaveradi, ulfat ko'payadi atrofingizda. Ular do'st bo'lmaydi sizga, lekin ajrata olmaysiz ham. Oyog'ingiz tagida o'ralashinglar degan ko'payaveradi-da. Ko'paygan sari haqiqiy do'stingiz qolib ketaveradi. Odamning do'sti bolaligida bo'ladi, haqiqiy do'st. Meni o'zimning fikrim bu shaxsiy. Odamning do'sti o'sha yalang'oyoq yurgan paytlarida bo'ladi. Keyin uni 30-40 ga kirib bir mavqeni egallagandan keyingina bari ulfatlari. Ular ham tovoqlari, ular kechirasiz hali, ya'ni ham shishalari bilan. Va hozir siz savol berganingizdek o'z yuragim vaqtimga tortib ketdi-da, o'zim nima qilyapman odamlarga? Men faqat o'zi shu she'rim bilan mashg'ulman, kitobimni chiqaraman deyman, oilam bilan, lekin o'zim nima qilyapman do'stlarimga xabar olyapmanmi degan. Odam qancha oilasiga ko'p o'ralashsa, odam qancha o'zining ishiga ko'p o'ralashsa, do'stlar shuncha kamayaveradi. Do'stlik ulfati kamayaveradi. Odam qancha oilasidan uzoqlashsa, uydan uzoqlashsa, tashqarida ko'p uni tanish bilish, ulfat, do'st, shu do'st deydi hammasi o'zini ko'payaveradi. Lekin odamning haqiqiy do'sti gadoni dushmani gado bo'ladi degan bir bor. Dushmanlar haqida ham ozgina. Qanaqa pand berishadi ular, qanaqa ko'rinishlarda namoyon bo'lishadi, musaqa. Bir mard dushmani bor odam ham baxtli odamda. Dushmaning bo'lsa, mard bo'lsa-da, kesada senga shuni noto'g'ri qilding, og'ayni deb. Sen qon yig'latsada, ketsada, lekin o'zing ham tan bersin. Bizda yozib shoirlarda dushman ham bir odamga o'xshagan bo'lmaydi-da, dushmaningiz ham, bilasizmi? Qayerdagi bir 13-qo'l bilan sizga zarar yetkazadi, bilmaysiz ham kim qilgan.